13 savol. Mis buyum sirtini qaysi metal bilan qoplanganda bir anod qoplama bo'ladi, qaysi metal bilan qoplanganda ikki katod qoplama sifatida himoya qiladi degan savol. Demak, mis buyumni taqriban yozib olaylik. Mana bu mis buyum, mis plastinka deylik. Mana misdan yasalgan. Mana mis buyum. Shuni sirtini qaysi metal bilan, ya'ni birinchisida anod qoplama bo'lishi uchun mana bu sirtini qaysi metal bilan qoplash kerak. Mana bu ichki qismi mis. Ustida qaysi metal qoplansa anod qoplama bo'ladi desa, misdan passivroq metal bilan yo'q, aktivroq metal bilan qoplash kerak. Misdan aktivroq metal qoplansa, shunda anod qoplama. Doim aktivroq qismi anod qoplama bo'ladi. Passivroq qismi katod vazifasida bajaradi. Ikkita metal bir-biriga tegib tursa, har doim shu ikkita metalni aktivrog'i anod deyiladi, passivrog'i katod deyiladi. Shunda misni anod deb qoplama ya'ni ustida qoplangan anod bo'lishi uchun, demak, misni ustiga misdan aktiv metal qoplash kerak. Javoblarda birda misdan aktiv metal bu rux misdan aktiv, temir ham misdan aktiv, kadmiy ham misdan aktiv. Ya'ni A, B va D javoblar to'g'ri bo'lishi mumkin. Mana kumush misdan passiv qoplasa, katod qoplama bo'lib qoladi. Shuning uchun rux bilan ham qoplasa bo'ladi, temir bilan ham qoplasa bo'ladi va kadmiy bilan ham qoplasa bo'ladi. Demak, mis buyum sirtini anod qoplama bo'lishi. Endi ikkinchida mis buyum sirtini, mana mis buyum sirtini qaysi metal bilan qoplasa, mana bu ichida mis bor, katod qoplama bo'ladi deyapti. Ya'ni katod qoplama bo'lishi uchun misdan passiv metal bilan qoplash kerak. Qaytaraman. Ikkita metal tegib turibdi. Shu ikkita metalni nisbatan qaysi biri aktiv bo'lsa, shu anod taraf bo'ladi. Nisbatan qaysi biri passiv bo'lsa, shu katod taraf bo'ladi. Demak, qoplama katod bo'lishi uchun misdan passivroq metal bo'lishi kerak. Misdan passivroq metal bu yerda bor ekan, o'sha kumush. Mana bu B javob to'g'ri bo'lyapti. Demak, kumush bilan qoplansa katod qoplama deyiladi. Qo'rg'oshin misdan aktiv, xrom ham misdan aktiv. Shuning uchun bu javoblar xato. A va D javoblar, to'g'ri javob B javob ekan. Shunda temir bilan qoplasa anod qoplama, kumush bilan qoplasa misning ustini katod qoplama bo'ladi. B javob.